Hozirda O'zbekistonda intellektual salohiyatni yuksaltirish masalasi milliy taraqqiyotning asosiy sharti va mezoniga aylangan. Chunki iqtisodiy globallashuv jarayonlari, dunyo bozoridagi kuchli raqobat, talab va taklif o'rtasidagi muvozanat shuni taqozo qiladi. Behzod Xo'ja Hamidxo'jayev aniq faktlar asosida ayni mavzuni davom ettiradi. Munis loyihasi o'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlanmalarini tijoratlashtirish va bozorga olib chiqishni nazarda tutadi. Qurilishlarda qo'llanilgan metallar, jumladan ugalok deymiz, profil yoki armaturalarda bitta muammo bor. U ham bo'lsa, kisloroddan reaksiya kirish natijasida zanglaydi. Ya'ni korroziyaga uchraydi. Yangi texnologiya, ya'ni qora metallarni korroziya bardoshligini oshirish natijasida uni turg'unligi va bardoshligi 150 yilga kafolatlangan muddat. Mana shu texnologiya bo'yicha biz bir ikkita korxonaga ma'lumot bergan edik. Xitoydan oldingi hafta kelishdi, delegatsiya o'rganib ketishdi va Afg'oniston xaridor bo'lib. Bugun esa Bolgariyadan iloji bo'lsa texnologiyalik sherik bo'layapti. Ya'ni ham investor bo'lib kirmoqchilar. Endi hozir laboratoriya sinovlarini oldik, natijasini keyingi etap sentyabrgacha biz ishlab chiqarishga joriy qilib ko'ramiz. Я как представитель европейской ни одной фирме Yevropaning qator kompaniyalari vakili sifatida O'zbekiston bilan innovatsion loyihalar bo'yicha biznes yuritishga tayyorman. Bu istiqbolli loyihaning kelajagi bor. Mana shu mahsulot asosida hamkorligimizni rivojlantirishimiz mumkin. Innovatsion loyihani bozorga taklif etish ustida ishlash kerak xolos. Shuning uchun biz investitsiya kiritishga tayyormiz. Поэтому мы готовы инвестировать. Rasmiylarning ma'lumotiga ko'ra, tashabbuskorlar grant mablag'laridan tashqari innovatsion loyihalarga xususiy sektordan yana 13 million dollar jalb qilishga erishgan. 50 yillik moliyalashtirish prinsipini joriy etish asosida 50% bu grant beruvchi tomonidan mablag' sifatida ajratilgan bo'lsa, uni sharti narigi tomon ham, ya'ni tashabbuskor ham o'zini mablag'larini yoki bo'lmasa bank kreditlarini yoki investitsiyalarini yo'naltirish sharti asosida moliyalashtirildi. Mana shuni hisobidan ham ko'rishimiz mumkin. Jami 34 million AQSh dollari miqdorida moliyalashtirilgan loyihalar 13 million AQSh dollarini xususiy sektordan jalb etishga ta'minlab berdi. Munis loyihasining 3 ta asosiy ustuni bor. Birinchisi innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'lsa, ikkinchisi 20 dan ortiq ilmiy tashkilotlarni modernizatsiya qilish hisoblanadi. Oxirgi komponent esa yuqorida tilga olingan ikkita ustunni uyg'unlashtirish, ya'ni bir-biri bilan bog'lashdan iborat. O'zbekistonning milliy innovatsion tizimini isloh qilish uchun esa chet ellik ekspertlar jalb qilingan. Munis loyihasi 2021-yilda boshlangan bo'lib, 5 yil davomida amalga oshiriladi. Tashkilotchilarning aytishicha, Jahon banki tomonidan ajratilgan mablag'lar deyarli o'zlashtirib bo'lindi. Qolgan davr mobaynida O'zbekiston xorijiy mutaxassislar ishtirokida ilm-fan va biznes o'rtasidagi zanjirni mustahkamlaydi.